Bismillahirrohmanirrohim. Shifohiya kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz bugun inshaalloh 9-darsga kelib to'xtaganmiz. Bu darsda inshaalloh yangi qoidamiz ham bor. Mana shu qoidani o'rganishga harakat qilamiz. Ad-darsu at-tasi', 9-dars. Birinchi lug'atlarni ko'rib olamiz. Imamun, a'immatun, imom, imomlar. Muallimun, muallimuna. Bu o'qituvchi, o'qituvchilar degan. Mudarrisun, mudarrisuna. Bu ham o'qituvchi, o'qituvchilar degan. Muazzinun, muazzinuna. Azon chaqiruvchi, azon chaqiruvchilar. Mutakabbirun, mutakabbiruna. Kibrli, kibrlilar. Mutavadi'un, mutavadi'una. Hokisor, o'zini past tutadigan degan. Masrurun, masruruna. Xursand, xursandlar. Mahzunun, mahzununa. Xafa, xafalar. Mujtahidun, mujtahiduna. Bu tirishqoq, faol inson degan. Kaslanun, kusala. Dangasa, dangaslar. Sodiqun, sodiquna. Bu rostgo'y, rostgo'ylar degan. Kazibun, kazibuna. Yolg'onchi, yolg'onchilar degan. Endi mana shu musannif rahmatullohi alayh bizga yangi qoidaga ishora qiladigan narsani beryaptilar. Demak, e'tibor bering. Al-imamul alimu, olim imom. Imamun alimun bu ham olim imom degani. Farqini hozir tushuntiraman inshaalloh. Bu agar ma'rifa bo'lsa asosan mubtado bo'ladi, alif lam bilan kelsa ya'ni. Agar nakira bo'lsa asosan xabar bo'ladi. Shuni tushuntirmoqchilar. Al-a'immatul ulama'u, olim imomlar. A'immatun ulama'u, olim imomlar. Lug'atda ko'rsangiz imomlardir degan qo'shimchani ko'rishingiz mumkin. Aynan dir deyishimiz shart emas, uni xabar ekanligini tushunishimiz kerak. Bu yerdagi asosiy e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa shu bu yoqda. Tushuntira olaman. Bu yerda hozir ko'pchilik sezdi. Mavsuf sifat qoidasi bor. Jumlani o'qib olaylik, tarjimasini. Keyin inshaalloh men buni qoidasini nima ekanligini tushuntiraman. Demak, al-muallimul mujtahidu, faol o'qituvchi. Al-muallimunal mujtahiduna, faol o'qituvchilar ko'plik bo'lyapti. Al-muazzinul kaslanu, dangasa azon aytuvchi. Al-muazzinunal kusala, dangasa azon aytuvchilar. Al-insanul aqilu, aqlli inson. An-nasul uqalau, aqlli insonlar. Ash-shaykhul kabiru, qari chol, katta chol. Ash-shuyukhul kibaru, katta chollar. Al-valadus saghiru, kichkina bola. Al-awladus sigharu, kichkina bolalar. At-tabibul mahiru, mohir tabib. Al-atibbaul maharatu, mohir tabiblar. At-tajirul g'aniyyu, boy savdogar. At-tujjarul aghniyau, boy savdogarlar. Xo'p, bu yoqda nima bo'lyapti? Bu yoqda mavsuf sifat qoidasi o'rtaga chiqyapti. Mavsuf sifat qoidasini tushunishimiz uchun biz birinchi anglab olishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Biz esinglarda bo'lsa, ismni har xil jabhadan bo'lgan edik, taqsimlab o'ynagan edik. Ya'ni bizda eng tepada ism turadi. Mana shu ism, e'tibor bering, har xil e'tibordan bo'lishimiz mumkin. Birinchisi masalan jins e'tiboridan bo'lamiz yoki adad deymiz, bu son e'tiboridan bo'lamiz. Yoki bo'lishi mumkin nima? Holat e'tiboridan. Biz endi buni ma'rifa yoki nakira deb olganmiz va i'rob, ya'ni oxirgi harfini harakati. Buni endi to'liq hali o'tmadik aslida. Bizda jins e'tiboridan ikkita ehtimol bor. Bo'lishi mumkin muzakkar, bo'lishi mumkin muannas, to'g'rimi? Endi adad e'tiboridan ham bizning kitobimizda endi asosan mufrat bilan jam kelyapti, ko'plik. Holat e'tiboridan ham ikkiga bo'lgan edik. Bo'lishi mumkin ma'rifa, bo'lishi mumkin nakira deganmiz. Nakira bu endi noma'lum deganmiz. I'rob e'tiboridan esa kalimaning oxiri bo'lishi mumkin raf, bo'lishi mumkin nasb, bo'lishi mumkin jar. Ya'ni a, i, u deb tushunib turing hozircha. Rof deganda asosan u, ya'ni zaydun yoki rajulun variantini nazarda tutamiz. Nasb holatda esa rajulan yoki zaydan, jar holatda esa rajulin, zaydin holatini nazarda tutamiz. Lekin esimizdan chiqmasin, kasra olmaydigan ismlarimiz fatha bo'ladi deganmiz. U qoidamiz esdan chiqmasin. Tushunarliga, e'tibor bering, bizda 4 ta kategoriya bor ekan. Jins, adad, holat, i'rob. I'rob bu kalimaning oxirgi holati. Mana shu 4 ta kategoriyada ikkita ism bir xil bo'lsa, shuni mavsuf sifat deymiz. Masalan, tasavvur qiling, imamun, imamun, alimun dedik. Olim, imom dedik, to'g'rimi? E'tibor bering. Imamun lafzi, mana bu birinchi kelayotgan imamun lafzi. Muzakkarmi, muannasmi? Muzakkar. Ya'ni jins e'tiboridan muzakkarlikni oldi. Adad e'tiboridan mufratmi, jammi? Mufrat bo'lyapti. Demak, bu yoqda sondan mufratni olyapmiz. Holat e'tiboridan ma'rifami, nakirami? Nakirani olyapti. I'rob e'tiboridan zammali bo'lyapti. Xuddi shu shaklda kelsa, keyingi ism, ya'ni alimun, u ham mufrat, u ham muzakkar, u ham nakira, u ham zammali kelyapti. Demak, mana shu ikkalasini biz nima derkanmiz? Mavsuf
birinchisini nomi o'z-o'zidan mavsuf, ya'ni sifatlanuvchi degani. Bu esa sifat deyiladi. Bu bizga nega kerak? Biz tarjima berganda sifatdan tarjima beramiz. Olim, imom. Tushuntirildimi? Agar ma'rifa bo'lsa ham, nakira bo'lsa ham, ma'noda tarjima berishda sifatdan kelamiz. Buni hech qanaqa farqli jihati yo'q. Musannif rahmatullohi alayh tepada lug'atda, endi sizlarning qo'linglardagi nashrda agar imamun alimunni olim imomdir, al imamul alimu bo'lsa, olim imom deb bergan bo'lsa, uni mubtado yoki xabarligiga ishora qilmoqchi bo'lgan bo'ladi. Endi mana e'tibor bering, bu yoqda yana bitta tushuntirishim kerak bo'lgan narsa shuki, imroatun solihatun deydiga. Soliha ayol deyapmiz. Imroatun zamma bilan, solihatun zamma bilan. Harakati bir xil bo'ldi. Imroatun muannas, solihatun muannas. Jins bir xil bo'ldi. Imroatun mufrad, solihatun mufrad. Adad bir xil bo'ldi. Nakira. Bu yerda holat ham bir xil bo'ldi. Biz demak bularni mavsuf, bu yoqda esa sifat deymiz. Bizga nega kerak? Tarjimani sifatdan beramiz. Masala shu bu yerda. U ko'plik bo'lsa ham shu ahvol, demak nakira bo'lsa ham, ma'rifa bo'lsa ham, muannas bo'lsa ham, muzakkar bo'lsa ham farqi yo'q. Siz ikkita ismni mana shu to'rtta kategoriyaga solasiz. Shu to'rtta kategoriyada bir xil bo'ladigan bo'lsa, uni mavsuf sifat deb nomlaysiz. Masala shu bu yerda. Tushuntirildimi inshaalloh? E'tibor bering, bu yerda kategoriyalarimiz jins bo'lyapti, adad bo'lyapti, holat bo'lyapti, i'rob bo'lyapti. Endi bu yoqda o'z aslida mufratni musannasi ham bor, kitobimizda keltirilmaganligi uchun men uni tashlab ketdim. Aslida ikkovi ham ikkili bo'lsa muannas bo'laveradi. Tushuntirildimi? Endi bu yerda bitta masala bor, bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu nima desangiz, esingizda bo'lsa, bizda mana bu kabiratunni ko'pligini yasashda uslubi bor edi. Tni tashavorib turib, kabirotun deymiz degandim. Esingizda bo'lsa, bu birinchi darsda yoki ikkinchi darsda o'tganman. Ko'plik yasash uslubi, muannasda ko'plik yasash uslubi. Lekin esingizda bo'lsa, mana bu imroatunni ko'pligi nima bo'ldi? Nisaun bo'ldi. Imroatun bo'lmadi. Subhanalloh. Imroatunni ko'pligi nisaun bo'ldi. To'g'rimi? Endi bu yerda biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu nima desangiz, jam, ya'ni ko'plikning turlari bor. Mana shu ko'plikning turlarini gaplashishimiz kerak. Bu nima? E'tibor bering. Ko'plik arab tilida ikki xil bo'ladi. Jam taksir bo'ladi. Biz buni o'zbekchada siniq jam deymiz va jam salim bo'ladi. Yani sahih ham deyiladi, salim ham deyiladi. Hop, jam taksir, jam solim bo'ladi. Jam taksir bu birligining ko'rinishi o'zgarib ketadi. Mana misol uchun, muzakkar bo'lsin, muannas bo'lsin farqi yo'q. Rojulunni ko'pligi nima? Rojulun, ko'pligi rijal bo'ladi. Buzilib ketadi. Ro fathali edi, kasraga o'zgardi. Jim zammali edi, fathaga o'zgardi. O'rtaga alif paydo bo'lib qoldi. Muannas bo'lsa ham shu ahvol tasavvuran bo'lishi mumkin. Mana bu aytganimdek imroatunni ko'pligi nima bo'ldi? Nisaun. Endi buni lafzlari ham o'zgarib ketyapti. O'zi umuman o'zgarib ketyapti. Endi salim bo'ladi. Salim bu o'sha kabiratunni ko'pligi. E'tibor bering, hozir yozganimizdaqa kabiratunni ko'pligi kabiratun bo'ladi. Ya'ni biz birligini shaklini o'zgartirmaymiz-da, balki oxiriga qo'shimcha qo'shamiz. Xuddi shu ish. Muallimun. Shuni ko'pligi nima bo'lyapti? Muallimuna qilyapmiz. Muallimuna qilyapmiz. Oxiriga vav va nun qo'shyapmiz. Bu muzakkar ko'plik. Muslimatun, kabiratun, sag'iratun. Bu esa muannas ko'plik hisoblanadi. Buni men nimaga aytyapman desangiz, buni aytishimdan maqsad mana bu muallimunni biz endi a, i, u bilan o'zgartirmaymiz. Balki biz uni mana bu vov turgan bo'lsa, nundan oldin raf holatda turibdi deb e'tiborga olamiz. Nega buni aytyapman? I'robi bir xil bo'lsin dedim-ku. Al muallimunal uqalau. Tasavvur qiling. Muallimunal uqalau bo'lyapti. Ikkalasini biz mavsuf sifat deymiz. Muallimuna ko'plik, uqalau ko'plik. To'g'ri, bittasi salomat, bittasi siniq ko'plik. Baribir ikkovi ham ko'plik. Muallimuna muzakkar, al-uqalau ham muzakkar bo'lyapti. Muallimuna demak ma'rifa alif lam bilan kelyapti. Al-uqalau ma'rifa alif lam bilan kelyapti. Bularning i'robi ham bir xil. To'g'ri, bu zamma bilan, lekin bu vav bilan kelyapti. Shuni tushuntirmoqchiman. Ya'ni muzakkar ko'pligimizni raf holati, ya'ni bu vav bilan bo'ladi. Biz uni zamma bilan bir xil deb e'tiborga olamiz. Shuni e'tiborga olib qo'ysangiz yetadi. Bu hali ichiga yana ancha kiramiz. Hozircha bu kitobimizda tushunishimiz kerak bo'lgan daraja shu. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa jam siniq bo'ladi. Bu degani rajulunni ko'pligi rijalun, imroatunni ko'pligi nisaun bo'lganiga o'xshash. Salomat bo'ladi. Ya'ni bu degani birlik shakli salomat qolib, oxiriga qo'shimcha qo'shiladi degan. Kabirunni ko'pligi kabiratun,
Muallimunni ko'pligi esa muallimuna. Kabiratun, kabiratin bo'lib harakati o'zgaradi. Lekin muallimunada biz vov yoki vovni o'rniga ya olib kelamiz. Bu endi keyingi darsda keladi, xudo xolasa. Bu yerda tushuntirmoqchi bo'layotgan narsamiz, ko'plik bo'lgan paytida biz endi uni harakat bilan o'zgartirmaymiz oxirini, balki ana shu nundan oldingi vovni o'zgartiramiz. Shuning uchun kerak. Ikkalasi mavsuf sifat bo'lganda harakati bir xil bo'ladi deb qo'ydingiz-ku. Endi qarasangiz, harakati bir xil emas ekan desa, shuni tushuntirish uchun aytyapmanki, harakati 100% bir xil bo'lishi shart emas. Mana bu ba'zi kalimalar harakat olmaydi, balki harf bilan o'zgaradi. Shuning uchun biz bu narsani aytyapmiz. Shu narsaga e'tibor qaratishimizdan maqsad shu. Tushuntira oldim degan umiddaman, inshaallohu taala. Demak, qoidamiz shu. Ikkita ism, ikkalasi ham ma'rifa yoki ikkalovi ham nakira. Bu bitta kategoriya. Ikkalovi ham muzakkar yoki ikkalovi ham muannas. Bu ikkinchi kategoriya. Ikkalovi ham mufrad yoki ikkalovi ham jam. Bu uchinchi kategoriya. Ikkalovini ham harakatlari bir xil bo'lsa, biz buni mavsuf sifat deymiz va doim tarjimani ikkinchisidan, ya'ni sifatdan beramiz. Tushunarliga inshaallohu taala. Bu demak darsimizda asosan mana shunga urg'u qaratilgan. Al-jumalul arabiyyatu, arabcha jumlalar. Men jumlalarni tez tarjima qilyapman. E'tibor beringlar. Bu qanday tarjima qilishni o'rganishinglar uchun emas. Siz men aytgan qoidani eshitib bo'lganingizdan keyin matnga o'tib o'zingiz tarjima qilasiz. Keyin to'g'rimi, noto'g'rimi tekshirish uchun meni tarjimamni eshitasiz. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun men tezda tarjima qilyapman. Sababi bu o'rgatish emas, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini tekshirishingiz uchun. Tushuntira oldim degan umiddaman. Hada rajulu imamun alimun. Bu kishi mubtado bo'lyapti. Gap shu haqida boshlanyapti. Imamun alimun, olim imomdir. Imamun nakira, alimun nakira. Imamun muzakkar, alimun muzakkar. Imamun birlikda, alimun birlikda, ikkovi ham zammali. Demak, bu mavsuf sifatga yaraydi. Zakal imamul alimu g'aniyun. Anavi olim imom boydir. E'tibor bering bu yerda. Endi mana bu zakani masalasi chuqurroq. Men o'shaning uchun bu narsani hozir gapirmayapman. O'zi aslida bunda gap so'zlar bor. Tushuntira oldimmi? Ya'ni o'ziga yarasha gap so'zlar bor. Men buni hozir gapirmayapman. E'tibor bering. Lekin al imamu al alimu ikkalasi mavsuf sifatligi aniq. Bunda ixtilof yo'q. Anavi olim imom hammasi bitta bo'lib turib mubtado bo'ladi. Anavi olim imom hammasi bitta bo'lib mubtado. G'aniyun xabar. Anavi demak olim imom boydir. Demak, tarjima berayotganda birinchi ishorani, keyin sifatni, keyin mavsufni tarjima qilyapman. Anavi olim imom. E'tibor bering. G'aniyun xabar bo'lyapti. Al imamu alif lomlik, ya'ni ma'rifa, al alimu ma'rifa. Muzakkar muzakkar, mufrad mufrad, zammali zammali bo'lyapti. Endi tez tarjima qilaveramiz. Haula'ir rijalu a'immatun ulama'u. Bu kishilar olim imomlardir. Al-a'immatul ulama'u aghniya'u. Olim imomlar boylardir. Zakal muallimu rajulun aqilun. Anavi muallim oqil kishidir. Ulaikal muallimuna rijalun uqala'u. Anavi o'qituvchilar aqlli kishilardir. Ar-rajulul aqilu solihun. Aqlli kishi solihdir. Ar-rijalul uqala'u sulaha'u. Aqlli kishilar solihdirlar. Hadal mudarrisu ustazun alimun. Bu o'qituvchi olim ustozdir. Al-ustazul alimu kabirun. Olim ustoz kattadir. Haula'il mudarrisuna asatizu ulama'u. Bu o'qituvchilar olim ustozlardir. Al-asatizul ulama'u kibarun. Olim ustozlar kattadirlar. Zakal muazzinu rajulun g'aniyyun. Anavi muazzin boy kishidir. Ar-rajulul g'aniyyu saxiyun. Boy kishi saxiydir. Ulaikal muazzinuna rijalun aghniya'u. Anavi muazzinlar boy kishilardir. Ar-rijalul aghniya'u asxiya'u. Boy kishilar saxiydirlar. Hadal waladu mujtahidun. Bu bola tirishqoqdir. Al-waladul mujtahidu zakiyun. Bu demak tirishqoq bola donodir. Zakal waladu kaslanun. Anavi bola dangasadir. Al-waladul kaslanu g'abiyun. Dangasa bola telbadir. Hadal imamu rajulun alimun. Bu imom olim kishidir. Ar-rajulul alimu g'aniyun. Olim kishi boydir. Haula'il a'immatu rijalun ulama'u. Bu imomlar olim kishilardir. Ar-rijalul ulama'u aghniya'u. Olim kishilar boydirlar. Zaka rajulu tabibun mahirun. Anavi erkak mohir tabibdir. At-tabibul mahiru alimun. Mohir tabib olimdir. Ulaika rijalu atibba'u maharatun. Anavi erkaklar mohir tabiblardir. Mana shu joyda bitta narsani aytaydi. Mahirunni ko'pligi maharatun bo'lyapti. Maharatun. Maharatun nima degani? Mohir erkaklar degani. Oxirida t ni ko'rib, bu muannas ekan deb o'ylab qolmang. Tushuntiradimi? Mohir tabiblar.
الطبيب الماهر عالم ماهر طبيب عالمدر. أولئك الرجال أطباء مهارة أنا ve erkekler mahir tabiplerdir. الأطباء المهرة علماء mahir tabipler alimdirler. الأئمة الأغنياء صالحون demek boy imamlar solihdirlar. المعلمون الفقراء كثيرون kambag'al olimlar ko'pdir, o'qituvchilar. المدرسون المجتهدون قليلون tirishqoq ya'ni faol o'qituvchilar kamdir. المؤذنون الكسالى dangasa o'qituvchilar كثيرون ko'pdirlar. الرجال المتواضعون عقلاء tavozuli erkaklar aqllidirlar. هذا الرجل جاهل bu erkak johildir. الرجل الجاهل متكبر johil erkak kibrlidir. الرجال المتكبرون سفهاء kibrli erkaklar tentakdirlar. الرجال العقلاء متواضعون aqlli erkaklar tavozudlidirlar. الرجال السفهاء متكبرون sufaha ya'ni telba erkaklar kibrlidir. الرجال العلماء مسرورون olim erkaklar xursanddirlar. الرجال الجهلاء محزونون johil erkaklar xafadirlar. الأغنياء الأسخياء صلحاء asxiya bu sog'lom degan saxiy degan uzr. Saxiy boylar solih insonlardir. الأغنياء البخلاء فسقة baxil boylar fosiqdirlar. الأولاد الأذكياء مجتهدون dono bolalar tirishqoqdirlar. الأولاد الأغبياء كسالى tambal ya'ni tentak desak bo'lsa kerak, tentak bolalar dangasadirlar. التلاميذ المجتهدون علماء tirishqoq o'quvchilar olimdirlar. التلاميذ الكسالى جهلاء dangasa o'quvchilar johildirlar. الأطباء العلماء صادقون olim doktorlar rostgo'ydirlar. الأطباء الجهلاء كاذبون ilmsiz johil doktorlar yolg'onchidirlar. الرجل الصالح إنسان عاقل solih erkak aqlli insondir. الرجال الصلحاء أناس عقلاء solih erkaklar aqlli insonlardir. الرجل الفاسق إنسان سفيه fosiq erkak tentak insondir. الرجال السفهاء أناس فسقة tentak erkaklar fosiq insondirlar. Fasaqatunda ham maharatun bilan bir xil. T'ni ko'rib muannas deb o'ylamang. Tushunarli? هذا المعلم رجل صالح bu o'qituvchi solih insondir. هذه المعلمة امرأة صالحة bu ayol o'qituvchi soliha ayoldir. ذاك المدرس رجل محزون anavi o'qituvchi xafa bir kishidir. إمامنا رجل صادق bizning imomimiz qarang, izofada ham tarjimani ikkinchisidan qilamiz, mavsus sifatda ham tarjimani ikkinchisidan qilamiz, lekin farqli jihatlari bor albatta. Bizning imomimiz rostgo'y erkakdir. Tabibuna rajulun alimun bizning tabibimiz olim kishidir. Muazzinuna rajulun g'aniyun bizning muazzinimiz boy kishidir. Hadal muazzinu mutakabbirun bu azon chaqiruvchi inson kibrlidir. Zakal imamu mutavadiun anavi imom tavozulidir. Hada soni'u mujtahidun bu hunarmand tirishqoqdir. Zaka tajiru kaslanun anavi savdogar dangasadir. Huwa mutakabbirun u kibrlidir. Hum mutakabbiruna ular kibrlidirlar. Hiya mutavadiatun u ayol tavozulidir. Hunna mutavadiatun u ayollar tavozulidirlar. Anta masrurun sen xursandsan. Antum masruruna sizlar xursandsizlar. Anti mahzunatun sen xafa ayolsan. Antunna mahzunatun sizlar mahzun ayollarsizlar. Ana mujtahidun men tirishqoqman. Nahnu mujtahiduna biz tirishqoqmiz. Ana kaslanatun ayol kishi aytyapti men dangasaman. Nahnu kaslanatun bizlar dangasamiz. Huwa sodiqun u rostgo'ydir. Hum sodiquna ular rostgo'ydirlar. Hiya kazibatun u ayol yolg'onchidir. Hunna kazibatun u ayollar yolg'onchidirlar. Xo'sh, bu demak 9-darsga aloqador bo'lgan gaplarimiz edi. Inshaallohu taala mana shu 9-darsni yaxshi tushunsangiz va izofa qoidasini yaxshilab bitta anglab yig'ishtirib olsangiz, mana bu 10 va 11-darslarni tushunishda qiynalmaysiz. 10-darsda aynan izofa va mavsus fa qoidasini davom etiladi va inshaalloh 11-dars ancha oson bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi darsga ikkita qilamiz. Bugun shu bitta bilan cheklanib tursak yetadi. Tushunarli degan umiddaman. Alloh xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.